Assalomu alaykum. Efirda Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyat dasturi. Ushbu ko'rsatuvimiz orqali viloyat ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan fosh etilgan jinoyatlar va joylarda huquqbuzarliklarning oldini olish yuzasidan olib borilayotgan ishlar xususida so'z yuritamiz. Bugun dasturimizda giyohvand modda iste'mol qilayotganlarga jinoyat ishi ochildi. O'zganing oshkor etilishi mumkin bo'lmagan ma'lumotlarni tarqatish bilan qo'rqitib pul talab qilgan shaxs ushlandi. Yakuniy davlat imtihonlaridan o'tkazib berishni va'da qilib pul talab qilgan dekan o'rinbosari qo'lga olindi. Ko'rsatuvimiz orqali shu va boshqa voqealar to'g'risida atroflicha ma'lumot olishingiz mumkin. Bugungi kunda giyohvandlikka qarshi kurash nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki butun jamiyat oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Viloyatning Sharof Rashidov tumanida xavfsiz va sog'lom yurt oyligi davomida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda shunday qonunbuzarlikka chek qo'yildi. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi va ularni iste'mol qilish bilan bog'liq huquqbuzarliklarga qarshi kurash yuzasidan profilaktik hamda tezkor tadbirlar tashkil etilmoqda. Shunday tadbirlardan biri Sharof Rashidov tumani hududida o'tkazilib, giyohvand modda iste'moli bilan bog'liq holat fosh etildi. Tuman ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumotlar asosida o'tkazilgan Xayrobod mahallasida yashovchi 2005-yilda tug'ilgan fuqaro Kattaqishloq mahallasida istiqomat qiluvchi 1999-yilda tug'ilgan hamda Olmachi mahallasida yashovchi 2000-yilda tug'ilgan sherigi bilan birgalikda giyohvand modda iste'mol qilayotgan vaqtida ushlandi. Shaxsiy tintuv jarayonida Xayrobodlik shaxsning yonidan umumiy og'irligi 2.7 gram bo'lgan quritilgan yashil rangli o'ziga xos o'tkir hidga ega o'simliksimon modda hamda giyohvand moddani iste'mol qilish uchun moslashtirilgan 0.5 litrli yelim idish aniqlandi. Mazkur ashyolar belgilangan protsessual tartibda rasmiylashtirilib, daliliy ashyo sifatida olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atish choralari ko'rilmoqda. Tergov davomida holatning barcha jihatlari qonun talablari asosida o'rganilib, tegishli huquqiy baho beriladi. Qonunchilikka muvofiq giyohvandlik vositalari bilan bog'liq har qanday noqonuniy harakatlar uchun javobgarlik muqarrar. Qonun talablarini buzgan har bir shaxs qilmishiga yarasha javob beradi. Bu esa jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolar xavfsizligini muhofaza qilish va yosh avlodni zararli illatlar ta'siridan asrashga xizmat qiladi. Sharof Rashidov tumanida yana bir giyohvandlik bilan bog'liq holat soha xodimlari tomonidan fosh etildi. Aniqrog'i bir fuqaro tomorqasida giyohvand moddaga o'xshash o'simlikni yetishtirayotganligi aniqlandi. Holat yuzasidan daliliy ashyolar rasmiylashtirilib, qonunchilikka muvofiq choralar ko'rilmoqda. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi inson salomatligiga jiddiy xavf solishi, oila va jamiyat barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi bilan birga turli og'ir jinoyatlarning kelib chiqishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Shu bois mamlakatimizda giyohvandlik vositalari bilan bog'liq qonunbuzarliklarning oldini olish, ularni aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan tezkor profilaktik tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Sharof Rashidov tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan xavfsiz va sog'lom yurt oyligi davomida olingan tezkor ma'lumotlar asosida o'tkazilgan navbatdagi tadbir davomida giyohvandlik vositalari bilan bog'liq holat aniqlandi. Tezkor tadbir jarayonida Sharof Rashidov tumani Yangiobod mahallasida yashovchi 1967-yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoni belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Tekshiruv davomida xonadon tomorqasida giyohvand moddasiga o'xshash 2 tub yashil rangli o'simlik yetishtirilayotgani ma'lum bo'ldi. Aniqlangan o'simlik namunalari xolislar ishtirokida tegishli tartibda rasmiylashtirilib, daliliy ashyo sifatida olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan zarur protsessual harakatlar amalga oshirilmoqda. Mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atish choralari ko'rilmoqda. Qayd etish joizki, giyohvandlik vositalari tarkibiga kiruvchi o'simliklarni qonunga xilof ravishda ekish va yetishtirish jamiyat uchun xavfli qilmishlardan biri sanaladi. Bunday harakatlar inson salomatligi, ayniqsa kelajagimiz bo'lgan yosh avlod tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuni unutmaslik kerakki, qonunbuzarlikning har qanday ko'rinishi huquqiy baho oladi. Giyohvandlik vositalari bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan qonun hujjatlarida belgilangan qat'iy choralar ko'riladi. Qonunni chetlab o'tishga urinish esa albatta o'zining muqarrar huquqiy oqibatlariga olib keladi.
Korrupsiyaga qarshi kurashda murosasizlik qonun ustuvorligini ta'minlashning eng muhim shartlaridan biri. Ichki ishlar organlari xodimlarining navbatdagi tezkor tadbirda xizmat mavqeidan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanishga uringan shaxsning qonunga zid xatti-harakatlariga chek qo'yildi. Fuqaroni jarimadan qutqarish evaziga pul talab qilgan gumonlanuvchi kelishilgan mablag'ning bir qismini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Korrupsiyaga qarshi kurashda faqat jazo choralarini qo'llash emas, balki har bir qonunbuzarlikka o'z vaqtida huquqiy baho berish ham muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa davlat xizmatida faoliyat yurituvchi shaxslarning xizmat vakolatidan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanishiga nisbatan murosasiz munosabat mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Jizzax viloyatida Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda ana shunday qonunbuzarlikka chek qo'yildi. Aniqrog'i, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filiali xodimining ichki ishlar organlariga qilgan murojaati asosida Jizzax viloyati ichki ishlar organlari tezkor xizmatlari tomonidan maxsus tadbir tashkil etildi. Ma'lum qilinishicha, Jizzax suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati shahar filialida ishlovchi 1987-yilda tug'ilgan xodim xizmat mavqeidan foydalanib, fuqaroning xonadoniga nosoz suv hisoblagichi bo'yicha rasmiylashtirilgan dalolatnomani yo'q qilib berish hamda uni jarimaga tortmaslik evaziga 3 million so'm talab qilgan. Tezkor tadbir davomida u kelishilgan mablag'ning bir qismi 1 million so'mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tadbir davomida gumonlanuvchi boshqaruvidagi Gentra rusumli avtomashina ham ko'zdan kechirildi. Avtomashina yukxonasidan 47 dona suv hisoblash uskunasi va 31 dona bir martalik muhr aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom etmoqda. Darhaqiqat, qonun talablarini buzib, xizmat mavqeini shaxsiy manfaat uchun qo'llagan har qanday shaxs egallab turgan lavozimi yoki maqomidan qat'iy nazar qonun oldida javob beradi. Zero qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklar uchun jazo muqarrarligi adolatni ta'minlashning eng muhim mezoni hisoblanadi. Ta'limda adolat va shaffoflikni ta'minlash bugungi kunning muhim talablaridan biri. Biroq ayrim shaxslar xizmat vakolatidan noqonuniy maqsadlarda foydalanishga urinayotgani ham kuzatilmoqda. Ichki ishlar organlari xodimlarining tezkor tadbirida Jizzax davlat pedagogika universitetida kuzatilgan shunday holat fosh etildi. Ta'lim tizimida qonuniylik va shaffoflikni ta'minlash, yoshlarning bilim va salohiyatini xolis baholash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Bu borada korrupsiyaviy holatlarning oldini olish va ularga qarshi murosasiz kurashish bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda Zarbdor tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan ana shunday tezkor tadbirlardan biri o'tkazildi. Arizachining ma'lum qilishicha, Jizzax davlat pedagogika universitetida dekan o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Zarbdor tumani Shodlik mahallasida yashovchi 1973-yilda tug'ilgan shaxs uning ishonchiga kirib xizmat mavqeidan foydalangan holda uni yakuniy davlat imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tkazib berishni va'da qilgan. Buning evaziga 500 AQSh dollari talab qilgan. Tezkor tadbir davomida u kelishilgan mablag'ning bir qismi 2 million so'mni olgan vaqtida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv olib borilmoqda. Tergov yakuniga ko'ra voqeaning barcha holatlariga huquqiy baho beriladi. Mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash yo'lida korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash davom etmoqda. Har qanday shaxsning mansabi yoki egallab turgan lavozimidan qat'iy nazar qonun talablarini buzishi javobgarlikka sabab bo'ladi. Zero qonunbuzarlik uchun jazo muqarrarligi adolatli jamiyatning eng muhim tamoyillaridan biridir. Jizzax viloyatida o'tkazilgan Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbir davomida ijtimoiy tarmoq orqali sodir etilgan navbatdagi firibgarlik jinoyati fosh etildi. Milliy sertifikat olib berishni va'da qilgan shaxs fuqarodan pul olib, o'z majburiyatini bajarmagan. Tezkor tadbirlar davomida gumonlanuvchining shaxsi aniqlandi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri davomida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan internet orqali sodir etilgan firibgarlik holatiga chek qo'yildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, G'allarol tumanining Sarbazor mahallasida yashovchi fuqaro ichki ishlar organlariga murojaat qilib, Telegram orqali milliy sertifikat olib berishni va'da qilgan noma'lum shaxsga ishonib, uning bank plastik kartasiga 2 million so'm pul o'tkazganini, ammo va'da qilingan xizmat ko'rsatilmaganligini ma'lum qilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida
ushbu jinoyatni Xorazm viloyatining Gurlan tumanida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan muqaddam firibgarlik jinoyati uchun sudlangan shaxs sodir etgani aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda tergov harakatlari davom etmoqda. Gumonlanuvchi tergov davomida qilmishi yuzasidan o'z munosabatini bildirdi. 168-modda bo'yicha firibgarlik bo'yicha jazoga tortilib, hozirda axloq ishlariga jalb qilinganman. Men muqaddam o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanib kelganman. Shu faoliyatim davomida fandan milliy sertifikat olish uchun turli xil guruhlarga ulanib, shu guruhlar orqali tayyorgarlik ko'rganman va sertifikat olishga muvaffaq bo'lmaganman. Men shu guruhlardagi yiqilgan o'qituvchilarni Telegram guruhlardan raqamlarni olib, ularga telefon qilib, milliy sertifikat olishda qiynayotgan bo'lsangiz, ballaringiz kam chiqqan bo'lsa, sertifikat olishga yordam qilaman deb ulardan aldab firibgarlik yo'li bilan pul mablag'larini o'zlashtirganman. Mana yaqinda G'allarol tumanida musiqa fani o'qituvchisidan milliy sertifikatni to'g'rilab beraman, ballingizni olib beraman deb 6 million so'm pul olib, ishni to'g'rilab bermadi. Bu ishimdan men pushaymonman. Sizlarga ham eslatman, hech qanday pul orqali hech qanday ishingiz bitmaydi. Faqat o'zingizning bilimingizga ishoning. Kimdir ishingizni to'g'rilab beraman, sertifikat olib beraman degan firibgarlarga aslo ishonmang. Shu o'rinda fuqarolardan ijtimoiy tarmoqlarda turli xizmatlarni taklif qilib, oldindan pul talab qilayotgan shaxslarga ishonmaslikni so'raymiz. Ayniqsa bank kartasiga mablag' o'tkazishdan avval xizmatning qonuniyligi va uni taklif etayotgan shaxs haqidagi ma'lumotlarni sinchiklab tekshiring. Unutmang, o'zganing ishonchini suiiste'mol qilib, mulkini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritish qonunchilikka muvofiq jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Internet va ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda muloqot va axborot almashishning eng qulay vositasiga aylangan. Biroq ayrim shaxslar ushbu imkoniyatlardan qonunga zid maqsadlardan foydalanib, boshqalarning shaxsiy ma'lumotlari orqali bosim o'tkazish va moddiy manfaat orttirishga urinayotgani ham sir emas. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida Zomin tumanida ana shunday qonun buzarliklardan biri tezkor tadbir davomida fosh etildi. So'nggi yillarda axborot texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Ular insonlarga keng imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq ayrim shaxslar bu imkoniyatlardan g'ayriqonuniy maqsadlarda foydalanib, boshqalarning shaxsiy hayotiga tajovuz qilish, ularni qo'rqitish yoki tovlamachilik orqali moddiy manfaat orttirishga urinmoqda. Ana shunday holatlardan biri Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi davomida Zomin tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fosh etildi. Tezkor ma'lumotlarga asosan Zomin tumani Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati tuman xodimlarining hamkorlikda o'tkazgan tadbirda Halqabod mahallasida yashovchi 2003-yilda tug'ilgan fuqaro, Shirin mahallasida istiqomat qiluvchi 1984-yilda tug'ilgan tanishining oshkor etilishi mumkin bo'lmagan ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish va uni sharmanda qilish bilan qo'rqitgani aniqlandi. Aniqlanishicha, u mazkur ma'lumotlarni tarqatmaslik evaziga jabrlanuvchidan 1000 AQSh dollari talab qilgan. Tezkor tadbirda gumonlanuvchi talab qilingan pul mablag'larining bir qismini olayotgan vaqtida protsessual tartibda ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atish choralari ko'rilmoqda. Barcha holatlarga huquqiy baho berish maqsadida tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, fuqarolarning shaxsiy hayoti, sha'ni va qadr-qimmati konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi. Hech kim boshqa shaxsning obro'si yoki shaxsiy ma'lumotlardan bosim o'tkazish, qo'rqitish yoki moddiy manfaat ko'rish vositasi sifatida foydalanish huquqiga ega emas. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda sodir etiladigan noqonuniy xatti-harakatlar ham an'anaviy jinoyatlar kabi huquqiy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida amalga oshirilayotgan tadbirlar aholining tinchligi, xavfsizligi va qonuniy manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan. Bu kabi tadbirlar orqali jinoyatlarning barvaqt oldi olinib, fuqarolarning huquqlari ishonchli himoya qilinmoqda. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Eslatib o'tamiz, ushbu ko'rsatuv viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlandi. Viloyat hududida sodir etilayotgan qonun buzilishlar haqida ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham tanishib borishingiz mumkin. Yurtimizda hamisha tinchlik hukmron bo'lsin. Unutmang, osoyishtalikni ta'minlash ishiga barchamiz mas'ulmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.